Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan 4 dona kartoshkadan judayam mazali taom tayyorlaymiz. Uyda go'sht qolmadi deb o'tirmasdan kartoshkadan ham mazali kotletlar qilsa bo'ladi. Judayam shirin bo'lib chiqadi hamda tezda tayyor bo'ladi. Vaqtinglarni ko'p olmaydi. Ayniqsa vaqtinglar tig'iz bo'lganda shu retseptni albatta qo'llab ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib 4 dona katta kartoshkalarimizni artib, yuvib, maydaroq qilib to'g'rab olamiz. 2 dona qizil sabzi ham ishlatyapman. Qizil sabzilarni kartoshkaga nisbatan maydaroq qilib to'g'raymiz, tezroq pishishi uchun. Hammasini to'g'rab tayyorlab olib, qozonimizga solib, suv solib, qaynatishga qo'yamiz. Kartoshkalar tezroq qaynashi uchun ustini yopib qo'ysanglar, yana ham birpasda tayyor bo'ladi. Ta'bga ko'ra tuz solasizlar. Borida bitta dona piyozimizni maydaroq kubik shaklida to'g'rab olishimiz kerak. Piyozimizni qo'rib tayyorlab olamiz ichiga solish uchun. Tayyor bo'ldi piyozimiz. Endi gazimizga tovamizni qo'yib, ozginagina yog' solamiz. Ko'p yog' sovarmanglar. Piyozni soptirib, tillarang qilib qo'rib olishimiz kerak. Shunaqa rangga kirgandan keyin piyozimizni boshqa idishga ko'tarib olinglar. Unaqa jay qizarib ketishi shart emas. Piyozlari o'lib, tillarangga kirib olish kerak, ozgina rangga kirishi kerak. Borida mana kartoshkalarimiz ham, sabzilarimiz ham pishib qoldi. Bitta tekshirib ko'ramiz vilka yordamida. Kartoshkalar mana yaxshi pishibdi. Endi buni suvdan ajratib olamiz. Boshqa idishga soltirib, pyure ezadiganda yaxshilab ezib olishimiz kerak kartoshkalarni. Kartoshkani yaxshilab ezg'ilab, unga 20 gram atrofida ozgina sariyog' ham qo'shib, yana yaxshilab pyure holatiga keltiramiz. Sariyog' solsanglar, yana ham shirali, mazali bo'lib chiqadi. Endi bu kartoshkalarimizga ta'bga ko'ra yana tuz, murch qo'shyapman. Hali tuzi ko'p bo'lmagani uchun yana tuz qo'shib yordim. Tuziga ahamiyatli bo'linglar. Agar uyingizda svejiy zelenlaringiz bo'lsa, svejiy zelenlar to'g'ranglar. Menda yaxlatilgan rayhon bilan yaxlatilgan ukropim bor edi, svejiy zelenlar yo'q edi. Shuning uchun shularni qo'shdim. Qo'rib olgan piyozimizni ham qo'shib turib, hammasini bir xil qilib aralashtirib tayyorlab olamiz. Shunaqa bir xil massa qilib olishimiz kerak. Endi qo'limizni ho'llab turib, kotletlar yasab olishimiz kerak. Qo'linglarni ho'llasanglar, pyurelarimiz qo'limizga yopishib ketmaydi. Xohlasanglar ichiga o'zingizga xohishingizga ko'ra narsalar solsanglar bo'ladi. Menda pishirilgan tovuq go'shti bor edi. Shuni solyapman. Sizlar xohishga ko'ra sir, kolbasa, sosiska, qiymalar solsanglar bo'ladi. Shunda ham juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ichiga sir solsanglar ham rosa mazasini shirali qiladi. Menda sirim bo'lmagani uchun sir sola olmadim. Lekin sizlarga tavsiya qilaman, agar uyingizda siringiz bo'lsa, pyureni ichiga qirg'ichdan chiqarib olib sovaringlar 100 gram sirni. Kotletinglar yana ham shirali, mazali bo'lib chiqadi. Qo'limizni ho'llab turib yasab olamiz kotletlarni. Shunda aytib o'tganimdek, qo'lingizga yopishmasdan chiroyli bo'ladi. Men kattaroq yasamayman. Sizlar xohishga ko'ra kichkinaroq razmerda yasasanglar ham bo'ladi. Bu o'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Ichiga aytib o'tganimdek xohlagan nachinkalarni sovalasizlar. Ketma-ketlikda hamma kotletlarimizni yasab tayyorlab olishimiz kerak. Mana mendan shu qiymadan, shu pyuredan 8 ta kotletlar tayyor bo'ldi. Endi bu kotletlarning ustiga 2 dona tuxumni chaqib olamiz. Non uvog'idan foydalanamiz. 2 dona tuxumimizga ozgina tuz qo'shib, vilka yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin birinchi bo'lib tuxumga, so'ng non uvog'iga botirib tayyorlab olishimiz kerak. Shunda ustida ranglari ham juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Ustlari qattiq bo'lib, ichlari yumshoq bo'lib pishadi shunda. Ketma-ketlikda birinchi tuxumga, keyin non uvog'iga botirib chiqamiz. Qo'limiz bilan ozgina shakl berib olsak, chiroyli shaklga keladi kotletlar. Chunki bilasizlar, pyure juda ham yumshoq. Qo'linglar bilan ishlov berib, shakl berib olinglar. Mana hammasini
tayyorlab oldim birinchi tuxumga, keyin uvog'iga botirib oldim. Yana tovamizga yog' solamiz. Unaqa ko'p yog'ga qovurish shart emas. Ozgina yog' solib turib, qizdirib yog'ni qovurib tayyorlaverasizlar. 1 minut ichida tez pishadi. Unaqa ko'p vaqtinglarni olmaydi. 1-2 minutda qizarguncha aylantirib balandroq olovda qizartirib olishimiz kerak. Chiroyli qizil rangga kirgizishimiz kerak kotletlarni. 4 ta tomonini ham aylantirib qovuramiz. Yog'imiz unaqa ko'p bo'lmagani uchun, shuning uchun 4 ta tarafini aylantirib qovursanglar, hamma yog'i bir xil bo'lib, chiroyli qovurilib chiqadi. Ranglarini qaranglar, esa chiroyli bo'lib qizaradi. Unaqa vaqtinglarni ham ko'p olmaydi. Itib o'tganimda 1-2 minut mobaynida qovurib olishimiz kerak. Mana kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Endi bu kotletlarni idishimizga ko'tarib olamiz. Idishimizga salfetka solgan bo'lishimiz kerak. Shunda ortiqcha yog'larini shimib oladi salfetka. Qolgan kotletlarni ham shu ketma-ketlikda qovurib tayyorlab olasizlar. Mana aziz kuzatuvchilarim, kotletlarim tayyor bo'ldi. Salfetkani ustiga qo'ysak, mana ortiqcha yog'larni salfetka shimib oladi. Ko'ringlar, esa chiroyli bo'lib chiqadi. Ranglari ham juda chiroyli. Albatta qilib ko'rishinglarni hammanglarga tavsiya qilib qolaman. Ichlarini kesib ko'rsataman. Rosa ichlari ham mana ustlari kumir, ichlari yumshoq bo'lib chiqadi. Rosa yeyishli bo'ladi. Oldiga xohishga ko'ra har xil nachinkalar qilsanglar ham bo'ladi. Rayhonlarni solganimizga mazasi yana ham shirali bo'lib chiqadi. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarimga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringlar uchun o'zinglarni asranglar.